Assalomu alaykum Chorositi nashat obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pir tumani Pichoq Hammaga assalomu alaykum Chorositining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pir tumani Pichoq qishlog'iga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, shu Optimchi arzonchi muhim degan firmasida Xudo xolasa qoni toza rossiyskiy buqalarimiz kelibdi. 205 bosh hurmatli obunachilar. Greenford, Angus, Simmental so'raganlar uchun mana ba'zi Anguslarimiz hurmatli obunachilar, mana yeyishni ko'ryapsizlar o'zlaring. Quruq somonda yeyapti. Yeyishi, boshqa narsasiga gap so'z yo'q hurmatli obunachilar. Mollarimiz o'ta sog'lom. Boshida et o'tamiz hurmatli obunachilar. Mollarni olsangiz, bitta olsangiz ham, 10 ta olsangiz ham dastavkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz hurmatli obunachilar. Xudo xolasa hozir ichkariga kirib bir qator ko'rsataman. Hozir tashqarida yuribdi, ichkariga kiradi hurmatli obunachilar. Ichkarida yorug'da bitta ko'rsataman. Ertaga xudo xolasa bu mollarimiz tagi o'zi 500 bosh, 205 bosh kelgan hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 300 bosh keladi ertaga. 300 bosh keladi hurmatli obunachilar. Ertalabda shu to'g'on videolarni olib ko'rsataman hurmatli obunachilar. Video mollarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yaverasizlar ayamasdan. Mollarning narxi o'ta yengil. 18 milliondan 34 milliongacha mollarimiz bor hurmatli obunachilar. Mollar yeb damini olib yotibdi. Xudo xolasa Chorodor akalarimizga videoni tarqatib qo'yasizlar. Bag'i yangi yil kelyapti. Xudo xolasa yangi yilga yangi partiyalar, bonus narxlarda qo'yib yuboramiz hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 31-dekabr kuni kechqurun jonli efirda sovg'alarimiz bor hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sovg'alarimizni tarqatamiz. Aktiv bo'lamiz hurmatli obunachilar. Xudo xolasa nari tarafga Greenfordlarga o'tib hozir sizlarga ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana Greenfordlar tomonga o'tib oldik. Mana turishini ko'ringlar akalar. Mana haqiqiy shoxsiz turishlar, to'rt oyoqlar sog'lom, orqa oldi keng. Hurmatli obunachilar, mana bilasiz, oldin o'zimiz ham boqardik, shunaqalarni kichik orollarga olib tashardik. Bularni xudo xolasa olib tashlasangiz foydasini ko'rasiz. Xudo xolasa hali bir nima qilib beradi hurmatli obunachilar. Mana qorong'ida yaxshi ko'rinigan yo'q hurmatli obunachilar. Shuning uchun iloji boricha sizlarga yorug'da video qilib ko'rsatyapman hurmatli obunachilar. Mollarimiz o'zi charchog'i bor, damini olib yotibdi. Xudo xolasa mollarimiz ichkariga kirsa ko'rsataman bir qator. Bular narxi kelsak 20 milliondan boshlanadi. Eng tepasi 26 milliongacha hurmatli obunachilar. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Video qilib ber desalar, video ham qilib beraveradi. Onlayn savdolarimiz bor. Qayda bo'lsangiz ham dastavkamiz mutlaqo bepul. Dastavka qilib beramiz hurmatli obunachilar. Mana o'zlaring ko'rib baho beraverasizlar. Mollarimiz yo'qsa bitta like bosib, yangi kelgan mehmonlar obuna tugmasini bosib qo'ysalar, biz kirgizib olayotgan videolarni birinchi o'rinda sizlarga yetib boradi. Hurmatli obunachilar, turishni chirilayotganini. Shu o'rmonning firmasi hurmatli obunachilar. Mollar yeyishni ko'ryapsizlar.
juda sog'lom, quruq somon deyapti. Xudo xohlasa ichkariga kirsak bir qator ko'rsataman. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xohlasa ichida tanlab olaman desang 26 milliondan xayrini qilib beramiz. Ichida eng zo'rini katta-kattani tanlab olaman desanglar, hurmatli obunachilar, xayrini qilib narxlarni qilib beramiz arzon. Xudo xohlasa kanalimiz, o'zimiz firmani kanali. Kesarang o'zim shetda bo'laman. Chiroyli qilib narxlar qilib berib, agar uzoqroqda bo'lsalar, musofirda yurgan akalarimiz bemalol video qilib berib, mollarni bemalol ko'rsatib tashib beramiz. Mollar o'ta sog'lom, hurmatli obunachilar. Oyoq-poyog'i, boshqa narsasi umuman o'ylanish kerak yo'q, hurmatli obunachilar. O'ta mollarimiz sog'lom. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Videoni o'tkazmasdan, xudo xohlasa video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ertaga to'g'ri video qilamiz, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa ertaga to'liq mollarimiz keladi. Hammaga rahmat.